Ko'pchilik onalarimizdan kelayotgan murojaatlarga qarab yoki bo'lmasam shu Evamed klinikasiga kelayotganlarga qarab ko'pincha bu bolalarimizda enterovirus ko'p uchrayapti. Enterovirusning belgilari qanaqa bo'ladi deb onajonlarimiz so'rashyapti. Demak, bu enterovirus qanaqa? Birinchi o'chirda to'satdan tana harorati ko'tarilishi mumkin. Yoki bo'lmasam o'z-o'zidan bolamiz tarvuz yedi, shaftoli yeb qoldi. Bu bir bahona, birdan qusishni boshlashadi. Yoki bo'lmasam ichi suvdek bo'lib shirillab ketishi mumkin. Demak, sekin astalik bilan bu enterovirus bolalarimizda tana haroratini ko'tarib olishi bilan namoyon bo'lyapti. Ya'ni bola qusganda, ichi ketganda organizmdan kalsiy, natriy, magniy, tuzli eritmalar hammasi birgalikda chiqib ketadi. Shuni hisobidan bolaning immuniteti pasayib, enterovirus qo'zg'alib, bolamizda tana harorati ko'tarishni boshlaydi. Endi uyda biz qiladigan birinchi yordamimiz faqat bolaga o'rsa suvlari, o'rsa, reyo, izolit, sink suyuqliklarini berishimiz kerak. Nega? Chunki shu suyuqliklarning tarkibida ozgina tuzli eritmalar bor. Shuning uchun o'sha balansni bizga ushlab berishadi. Buning hisobida bolamizda tana harorati sekin tushishni boshlaydi. Panika qilishga hojati yo'q. Onalarimiz birdan panika qilib ketishadi, sig'i chiqib ketdi deb. To'g'ri, albatta 39.5 dan oshib ketsa, bolani sekin-astalik bilan boshi aylanishni boshlaydi yoki boshim deb yig'lab yotoqchilashni boshlaydi. Chunki bolamizda terlaganida, ya'ni issig'i chiqqanda o'zidan suyuqlik ajratadi, ichi ketganda suyuqlik ketadi, qusganda ham suyuqlik ketadi. Demak, shuni hisobidan bolamizda enterovirus ko'payib ketyapti.